juda ham qizg'in, juda ham ajoyib o'yin bo'lyapti. Raqiblarim juda ham yaxshi o'ynashdi. Mana shunday chiroyli turnir tashkillashtirib berganliklari uchun Biznesni rivojlantirish banki rahbariyatiga katta minnatdorchilik bildiraman. Mana bu xodimlarni mana shunday motivatsiya qilib, vaqt ajratib, mana shunday tashkiliy ishlar qilib berganlari uchun hammalariga katta rahmat. BRB 2025 shaxmat bo'yicha chempionati bo'lib o'tmoqda. Bu an'anaviy har yil bo'lib o'tadi. O'yinlar juda murosasiz bo'lyapti. Barcha ishtirokchilar juda kuchli. Avvalambor shunday turnir tashkil etgani uchun bankimiz rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shuningdek, Shaxmat O'zbekiston Respublikasi Shaxmat Federatsiyasiga turnirda ishtirok etishga rozilik bildirgan barcha hamkasblarimga ishtirok uchun, ajoyib o'yinlar uchun o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Albatta o'ylab qolamiz. Yana bir bor ta'kidlaymiz. Farruh Sulaymonov. BRB